Vah alam can alam çatavultiyo ay. Vah alam can alam. Fokus ko'rsataymi sizlarga, fokus. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, qadrli obunachilar, yurtdoshlar. Jonajon xalqimiz sog' salomatmisizlar? Soddadil, oqko'ngil, sofdil xalqimiz. Bu paxtakorlik emas, haqiqat bu. Fokus ko'rsataymi sizlarga, fokus. Bu nimaligini hamma yaxshi biladi. Buni ham biladi hamma nimaligini. Bu baklashka. Buni baklashka yana ichida suv bor. Hozir fokus ko'rsam. Fokus mokus. Tushunganlar tushun bo'ldi menimcha. Sekin yoki tushunishadi hozir. Bijillaq suvlarni bijillatib ana. Fokus mokus. Arra karra darra. Kiyim kechak chechak. Sizlarga fokus ko'rsatsam hozir. Tushunganlar bormigina? Qoyil qolardim, lekin tushunganlar bo'lsa. Bu nima bu? Buchi. Otini bilasizlar, bu suvlarni. Bu suvlarning otini bilasizlar? Bu Pepsi, to'g'rimi? Bu kola. Lekin men hozir kola ichaman. Faqat Pepsi'ni baklashkasida. Bismillah. Kolaning reklamasi emas bu. O'zi ijtimoiy tarmoqda bunaqa narsalarni reklama qilish mumkinmi? Prosta misol tariqasida ko'rsatdim. Meni ko'rgan odam Pepsi ichyapti deb o'ylayotdi. Mashinada zadnik yurib ketishyapti. Demak, ular menga qaragan bo'lsa, bismillah. Pepsi ichyapti. Dubayga uchyapti. To'g'rimi? Vah alam jon alam. Chatavuldi, yamon bo'ldi. Vah alam jon alam. Yana bir mora agar uzr so'rayman. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, qadrli obunachilar. Sog' salomatmisizlar? Bismillah. Yaxshilar bor. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, xatar yo'q, xavf yo'q. Hech kim sizga ugroza qilmayapti. Hech kim sizni shantaj qilmayapti. Tinchasiz yashayapsiz, mashinalar u yoqqa bu yoqqa o'tyapti. Ozodlikdasiz, tuhmat bilan qamalib ketmagansiz. Yoki qanaqadir mushkulingiz yo'q. Bismillah. Ammo bu kulli g'animat. Alhamdulillahi robbil alamin. Umur g'animat. Kim biladi men nima ichyapman? Men kola ichyapman. Lekin bu Pepsi. Nimaga buni fokus dedim? Kim tushundi? Bismillah. Demak. Kim nimani tushundi? Xo'p, demoqchi bo'lganim, o'zi aslida diniy mavzularda gaplash noqulay-da, juda noqulay. Chunki bilimimiz yo'q, savodimiz yo'q. Bu borada tajribamiz yo'q. Bu sizga, menga, ananga o'xshagan oddiy
shu yurtda farzandlarimiz musulmonmiz. Yani hech qancha bilmaymiz, to'g'ri. Olimlarni oldida. Olim endi olimmish. Olim emas, ana. Olim zot endi ko'p narsani biladi. Qani? Olim bilan olim sal cho'zsangiz boshqa olim bo'lyapti. Olim desangiz boshqa olim bo'lyapti. Bir xil olim deb o'ylagan odamlarimiz olim bo'lishi ham mumkin-da. Keyin men ko'larni olim bilan olimga misol qilmoqchi emas edim. O'zi halol harom masalasi bu diniy masala-yu, diniy tema. To'g'risi diniy mavzuda nafs odamgarchilik yuzasidan gaplashmoqchiman. Musulmonchiligimiz o'zi yetadi bizga. Har xil hangomalar qilmay jim yursak, tinch yursak bo'ldi. Olimmish. Anaqa. Halol harom deganda to'g'ri bilan noto'g'ri yoki mumkin emas bo'lgan narsalarda. Endi bu. Pepsi. To'g'rimi? Pepsi dedim, sirasi Pepsi keldim xayolingizga. Sal oldin kola soldim bunga. Kola bu. Kim uchundir nimadir to'g'ri bo'lishi mumkin-da. Kelinglar biz kelishib olamiz. Oldin halol va harom so'zini ishlatmaymiz-da. To'g'ri, noto'g'ri. Mumkin yoki mumkin emas. Ga o'xshagan so'zlarni ishlatamiz o'rniga. Jur'at yoki jur'atsizlik shunga o'xshagan so'zlar ham kelishi mumkin o'rnida. Joyga qarab gapirib ketaveramiz. Kimnidir nasliga yoki nasabiga, shaxsiyatiga, uni obro'siga, uni sha'niga til uzatish, daxl qilish uning uchun muboh deydi. Muboh degan so'zlar ham bor, ya'ni bo'g'iradi degan ma'noda. Yoki o'ziga to'g'ri, mumkin bo'g'iradi deb sanab olgan bo'lishi mumkin-da. O'zini har qancha dalillab, quvvatlab, o'zi ishontirib. Keyin u uchun bu to'g'ri-da, mumkin. Ya'ni u uchun bu narsa mumkin. O'ziga halollab olgan buni. Birovni til oilasiga, sha'niga, nasl nasabiga halolmi, harommi til uzatish unga mumkin. U haq. U haq. Kim uchun? O'zi uchun. Va nimalardir u uchun ham mumkin emas. U nimalarnidir o'zi uchun mumkin emas deb hisoblaydi. O'zini tiyadi, boshqalarga ham aytadi, bundan tiyil deydi. Nimalarnidir deydi, mumkin deydi, davay qilver deydi, yaxshi emas, zo'r bo'ladi deydi. Men javob deydi, javob bo'lmasa javob deydi. Tarixdan misol keltiradi. Tarix javob deydi. Kimdir uni fikriga qo'shilmaydi. Yana kimdir boshqacha fikrlaydi. Uni to'g'ri deb bilganda, noto'g'ri deb biladi. Noto'g'ri deb bilganini to'g'ri deb biladi. Hamma har xil fikrlashi mumkin. To'g'rimi? Lekin oddiy masala bor-da, oddiy masala bor. Kola bu. To'g'rimi? Hozir menda qilib qo'yildi-da u. Ana ahvol keltirib qo'yilgan. Videoni boshidan ko'rmagan odam buni Pepsi deb o'ylaydi. Lekin bu kola. Bismillah. Ichgan odam ham sezmasligi mumkin. Alhamdulillah. Bu kolami yo Pepsimi ham bilmay qolishi ham. Gaplashib o'tirib ichaveradi. Hayolni bir chekkasidan o'tib ketadi lekin. Sal mazasi boshqacharoqmi? Kolaga o'xshab qoptimi? To'g'rimi? Buni zehn kontroli deyiladi. Zehn kontroliga o'xshatsa bo'ladi demoqchiman.
zehningizni kontrol qilib, qo'lga olib, sizga haqiqatni yolg'onni haqiqat qilib ko'rsatib qo'yib, arzimagan o'zini qayerdadir qilgan ashibkalarini, xaltalarini oqlayman deb butun haq bilan nohaqqa ham aralashtirib olish mumkin ekanda. Endi tasavvur qiling, siz to'g'ri deb bilgan narsani noto'g'ri deb bilaman. Men noto'g'ri deb bilgan narsani siz to'g'ri deb bilasiz yoki shunga o'xshagan. Lekin oddiy narsada o'tgan, ko'lada o'tgan. Bu ko'la, to'g'rimi? Birovni nasl nasabiga til uzatish, mana shu ko'laligi qanchalik aniq bo'lsa, shunchalik noto'g'riligi aniq. Har qanaqasiga. U filologический uzatasizmi tilni? Qo'sh tirnoq ichida uzatasizmi? Ma'naviy uzatasizmi? Moddiy uzatasizmi? Birovni boshqa bir shaxsni obro'siga, uni sha'niga, nasl nasabiga til tepqizish, til uzatish bu endi kim uchundir halol ekan. Shunaqa keskin gaplar kelyapti, o'zim ushlab turganimni sezyapsizlar. Qoldim lekin. Shunaqa qilmasa kerak deb o'yladim. Men alam qilib ketganda, shuncha nimalarni ko'ryapsizlar-ku o'zi ham, gaplarni. Kuchli gaplar bo'lganmi bilmayman, oddiy gaplar men uchun. Prosta gaplashib o'tiribman. Nimasi unga alam qilib ketgan? Yotolib ko'rayotgan ekanda. Tutab, boy yomon tutun chiqdi. Chinni bozorda yurdim, nima yonib ketib qoldi. Ipodrom orqa tarafi, narigi tarafi yonib ketib qoldi. Bozormi nimadir yondi, juda katta tutun chiqdi. Tiptini osmonda samolyot ham tutunning ichidan o'tib ketyapti-da. Samolyot tutunning ichidan o'tishga majbur bo'ldi. Osmon to'sib qo'ygan. Bo'lni shunaqa katta alanga, shunaqa katta gabarit tutunki, qop-qora butun top-toza osmonni bitta o'zi chiqib olib, xunuq qilib turibdi-da, buzib turibdi. Hali o'ttiga kimlar shikast ko'rgan bo'lsa, moliga yoki joniga ziyon yetgan bo'lsa, Alloh taolo o'zi oson qilsin mushkulligini. Ana shu tutun judayam bittasiga o'xshar ekan. Hamma joy yaxshi, zo'r. Bittasi chiqib olib o'zini bir fantaziyalarini gapiraveradi. Tushida ko'radimi, uni nima qiladi? Qayerdan oladi unaqa gaplarni? Endi menga alam qilish kerak-da. Men zotan esinglardan bu gap kimga tegishli? Zotan bilaman-ku. Baba chidaminglar-ku. Oxiri chi devoradilar-ku. Bu chi degani-da. Chi degani. Meni gaplarim qayerda qoldi? Nima deyapman? Men adovat qo'zg'ayapmanmi? Yo'q, uni faqat endi shu uslubda gapirishga to'g'ri kelyapti-da. Hali hisob-kitob qilamiz, u yoq bu yoq. Hisob-kitob qilamiz mana. Faqat siz o yerda turasiz, men bu yerda turaman. Siz naroqda turasiz, mendan bir 5-6 kilometr nariyoqda turasiz. Xolos. Men bu yerda turibman. Prosta mana gaplashyapmiz. Men yoningizga borishim shartmi? To'g'ri, oyoqlarim qaltirab qoladi mana. Oyoqlarim qaltirab siz oldingizda. Nimaga siz oldingizda oyoq qaltirash kerak o'zi? Ha? Zolimmisiz? Zolim odamni oldida odamni oyog'i qaltirashi mumkin. Kimnidir-da? Mazlum bo'lib. To'g'ri, agar menga jabr yetishiga men
men hech kimga yoqimli emas bu. Agar menga jabr yetkazadigan bo'lsangiz, oyoqlarim qaltirab qolishi mumkin, zolim bo'lsangiz agar. Olim, aka. Olim deyman. Voy, olim deganimga olim ism o'rnashib qolibdi. Yoqmadimi? Filologicheskiy jumlalar yoqmadimi? Ugroza qilasizmi? Hisob kitob qilamiz hali deb. Nima degani? Nimani tushunish kerak? Oddiy gaplashyapmiz, mana gapiraverasiz, mana shunaqa qilib gapiring. Mana men dalillar keltiryapman yoki odamgarchilik yuzasidan gapiryapman. Birovni oilasiga til uzatmang. Nasabiga til uzatmang. Din odamlarga buni o'rgatmaydi. Hech qaysi din o'rgatmaydi. Qaysi din bo'lishidan qat'iy nazar, nasabdan so'kishga din o'rgatmaydi. Hatto ateistlar ham bunaqa fikrdan yiroq. Ateistlar bunaqa fikrdan yiroq. Ateistlarga shon sharaflar bo'lsin degan emas bu. Xudoni tan olmaydigan odamlar ham bunaqa fikrda yurmaydi. Olim, janobi Mo'tabarmi? Kim edi? Munavvar. Yetim. Ma'naviy yetim. Gadoy. Keyin nima? Haromi. Qo'y. Hech xafa bo'lganim yo'q. Shuncha xafa bo'lganim yo'q. Prosta maza qilgan joyim ana qilib dung ani kaltaylayotgan odam bor o'zini o'zi. O'sha esimga tushib ketdi. Ey, tavba qildim. Lekin to'g'risini aytaymi? Bu endi anaqa kichingda xolos. Haqiqat shuki, xafa bo'lmadim. Qo'rqdim. Rostdan ichimdan qo'rqdim. Nimani o'ylab qoldim, bilasizmi? O'zi kimnidir so'kishga so'kib olib, buni islom falsafasi, ya'ni dinga to'nkayotgan. Din kimmi? Din egasi kim? Alloh. Yaratgan zot, Xudoyim, to'g'rimi? Xudoga o'zi so'kishga so'kib olib, so'kkanda Xudo ruxsat bergan deb to'nkayotgan odam. Yoki payg'ambarlarga, har xil olimlarga mana ruxsat bergan shunaqa nasl nasabi, zino, u yoqqa, bunaqa ularga ag'darib yotgan odam, ularni shunaqa badnom qilayotgan odam dan qo'rqdim. Rostdan bugun qo'rqyapman. Men bitta kichkinagina odam bo'lsam, faqir, gadoy dedilarmi? Qo'rqdim bunaqa. Lekin hali ham bo'lsa, mana konkret savol mana. Konkret. Mayli, unaqa gaplarni qo'yinglar. Til yog'lamaylik yo bu yo debdilar. Mayli, oddiy gap, mana oddiy savol sizga. Okay. Birrata. Sizga savol oddiy. Birovni shaxsiga, nasl nasabiga, sha'niga, obro'siga bu darajada jur'at qilish qaysi dinda bor? Mana konkretni gap. Islom dini uni targ'ib qilmaydi. Men faqatgina birovni sha'niga til uzatishingizga qarshi bo'laman, xolos. Birovni sha'niga, obro'siga, unga laqablar qo'yib, har xil unaqa qilishingizga qarshi chiqaman. Keyin buni, yo mayli, o'z chiqaverasiz siz, xohlaganingiz din, lekin buni dindan deyishingizga, qadriyatdan deyishingizga xafa bo'laman. Ko'pchilik shundan xafa.
Bir narsaga bir narsa bahola deydi-yu. Xalqda shunaqa gap yuradi-yu. Bir narsaga bir narsa bahona. Bahona qilish kerak emas. Shunaqa. Xafa bo'lmadim. Graman xafa bo'lmadim, chunki xafa bo'lishga arziydigan odamlar bor. To'g'rimi? Men faqat qo'rqdim. Buni o'ziga halollab olgan odam. Bunga bu narsani din nomidan, qadriyatlar nomidan o'ziga halol deb aytayotgan odamdan qo'rqdim men. To'g'risi qo'rqdim, rostdan qo'rqdim. Hisob kitob qilamiz dedingiz, o'sha hisob kitobingizdan ham qo'rqdim. G'irrom hisob kitob bo'lar ekan, zinachidan deb qo'rqdim. Yomon ekan. Yomon ekan. Arzimagan shu narsaga ichimga qo'rquv tushib qoldi-ya meni-ya. Nima bo'ladi endi? Meni ham bir narsa qilib, tuhmat qilib, bir narsalar deb, meni ham el yurtga sharmanda qilishga urinib, bir narsa qilib to'xtamasa keladi endi. Mayli. Lekin g'irrom qilmang. Mana shunaqa suhbatlashib turamiz. Mayli, siz o'zingiz pozitsiyangizda yuravering. Men o'zim pozitsiyamda davom etaman. Videoni shu yerda yakunlayman va Temizleyeyim mi abi? Hayır abidin. Masayı komple at.